Iftorlik uchun qanaqa salat tayyorlashni bilmayapsizmi? Lavlagili 2 xil salat sizga asqotadi. Hamma mahsulotlarimizni qaynatib, kichkina kubik shaklida to'g'rab olamiz. Sabzi, kartoshka, lavlagi, qizil garoq va sho'rbodiringdan foydalanamiz. Keyingi navbat piyozimizni qovurishda. Piyozimizni har doimgidek qilib to'g'rab olamiz. Salatlarimizni ikkiga ajratib oldim. Bittasiga mayonez solamiz, ikkinchisiga qovurilgan piyozimizni solamiz. Piyozlarimizni issiq yog' taftida o'ldirib olamiz. Birinchi salatimizni mayonezlarini va tuzlarini rostlab aralashtirib oldim. Keyingi navbat ikkinchi salatimizga qovurilgan piyozimizni solamiz va ko'katlardan, uyingizda bor ko'katlarni solasiz. Men salat bargidan foydalandim. Salatlarim tayyor, dasturxonga tortishga tayyorlaymiz. Bu salatim sizga ham foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirishingizni so'rayman. Aytgancha videodagi 3-salatim o'tgan safar sizlarga tayyorlab ko'rsatgan gul karamli salatim. Piyoz solingan lavlagili ikkinchi variantli salatimga limon suvidan solsangiz ham bo'ladi. U ham juda ham mazali va o'zgacha ta'm beradi.